15 yil degan uyimiz ham o'zgarib ketdi. Aka, yaxshimisan? Rossiyaga qalay zo'r aka? Voy, Uzun qolib ketdim. keling, aka, keling. Oy, sen qayerda yuribsan? Dada. Aka, dadam, anaqa kichkinaligimizga xotiraga o'tib qoldilar. Anam yo'qotgandan keyin bizani hozir 5-6 yoshda bo'ylayaptilar. Qara, kallangga mana obdasta kiyib qo'yib, qayerda yuruvding? Bolalar bilan futbol o'ynayotdik. Ay, Kurga. Uyga nimaga qiz olib kelding? Qizmas, bu meni xotinim. Ota jurimiz o'zimni xotinimda. Xotin xotiralarini yo'qotgan. Sen xotin. Bu sinfdoshim, ada dars qilyotdik, sinfdoshim. Ada deydimi? Mani nima deyapti? Ada sinfdosh qanaqa qilib? Bitta bolaga 7 mahalla ota hisoblanadimi? Ha, bu sinfdoshim bor. Ancha qiynalib qopdilar. Mana sallaga ikkita taka saltang o'g'limga. Sariq bola to'y solib keldim, o'ncha O, o'ynaysan. ichida sovg'alar chiqadigan. Rahmat, o'g'limga beraman. Qanaqa o'g'il, jinnimisan? Men senga olib keldim. O'g'lingizga. O'g'lingizmi? Ukam O'g'lim Salla. Bo'l, ada boravering. Bo'l, rahmat, ada. Rahmat. Rahmat, maza qilib o'ynaymiz. O'g'lingizga berasiz. Endi hozir adam sizni yosh bola deb o'yladi. Undan tashqari qarang, o'g'lingizga berganingizdagi aka hozir u sariq bola to'y вообще hit bo'lgan. Orqasiga qarang, har xil o'yinchoqlar. Zo'r sovg'alar chiqib Men sovg'alarni yutib olishingiz mumkin. Sovg'a yozdirsa zo'r mashina, raskraskada shirinliklar ham bor ekan. Farzandlaringizga kaklas. Farzandlarim joyiga o'rgansin, yana kim bolalar deb qolmasin. Voy, 2011-yil Barsa Real aniq yutgan 2-0. Voy, 100% eslayman. Men uylanuvdim 2011-yil. Real yutgan Barsani. Baqirma. Nima baqir chaqir? Nima urush? Uylangan yilim bor 2011-yil. Barsa yutgan edi, Real yutgan-u. Hatta Real yutadi. Barsa 2-0 ga Messi dubl qilib 2ta gol tiqqan. Barsa yutgan. Tavba qildim. Sizdan chiqib qoldi. Hamma narsa ada tinchlikmi? Endi Barsa Realni yutganini hech qachon esdan chiqarmaymiz. To'g'rimi? Barsachilarga jo'natib qo'yinglar.